bugun faqat va faqat g'alaba uchun maydonga chiqishadi, garchi raqib amaldagi chempion bo'lsa-da. Uchrashuv boshlandi. Neftchi safida birinchi uchrashuv bilan taqqoslaydigan bo'lsak, o'zgarishlar bor. Masalan, Alisher Odilov asosiy tarkibda boshlaganda o'yinni hozir Surxonda yaxshi imkoniyat yuzaga kelyapti. Xavfli vaziyat, zarba ko'rasiz. Zarba! Xavfli chiqdi. Mana bu zarba, ammo to'p darvozaga aniq bormadi. Qarshi 3 nafar hujumchi qolib ketgandi. Himoyaga to'la qaytib ulgurmadi farg'onaliklar. Ammo to'laligicha emas, yana Iskandarovga to'p yetkazilyapti. Bu esa xavf hanuzgacha amalda degani. O'yin qanot orqali jarima jo'shasi ichiga uzatma amalga oshirildi. Zarba ko'ramizmi? Imkoniyat, zarba! Va himoyachi hozir yaxshi o'ynadi. Uzatma amalga oshirildi. Xavfli vaziyat, darvozabon Otabek Boymurodov biroz qaltisroq to'pga chiqqandek tuyuldi. Undan o'tib ketdi-yu to'p, lekin uning baxtiga boshqa Neftchi vakillari ham yo'q ekan. Mana bu hozircha o'yinning eng xavfli vaziyatlaridan biri bo'lib turibdi. Famin tomonidan yo'llangan zarba Boymurodovga oson kechmasdi. Chinorlar deyilishiga sabab Farg'onada juda ham chinorlar ko'p, ayniqsa oldin juda ham ko'p edi. Hozir ham yanada o'sha shahar chiroy ochib boryapti. Mutlaqo yangi loyihalar amalga oshirilyapti. Jarima jo'shasiga uzatma, zarba va gol! Hisob ochilmoqda. Peritsa yana gol kirityapti. 1-0 Neftchi oldinda. Golga mualliflik qilyapti. Mana ko'raylik takroran. Offside borasida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ortdan chiqib keldi Peritsa. Uzatma muallifi Izzatullo Po'latov. O'z nomiga assist yozdirib qo'yyapti. Amaldagi chempionlar g'alaba qozonayotgan bo'lsa ham Islombek Ismoilov ikkinchi taymni o'zgarishlar bilan boshladi. Buning o'rnida endi Alisher Odilov o'ynaydi 22-raqamda. O'ng qanotda Asilbek Jumayev o'ynagandi birinchi taymda. Endi Jumayev o'rniga Abrorbek Ismoilov maydonga tushirildi. Hujum markazida esa Stipe Peritsa. Neftchi hujumda xavfli vaziyat, zarba va darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yubordi. Keyingi zarba, gol. Hisob 2-0. Neftchi ikkinchi taymni ham shiddatli boshlamoqda va Stipe Peritsa dublga erishyapti. Bu mavsum ligadagi 3-golini kiritmoqda Stipe Peritsa. Zo'r boshladi Peritsa mavsumni. O'zimiz uchun aniqlashtirib olish imkoniga ega bo'lamiz. Mana kuzataylik. Chap qanotga to'p yetkazildi. Alisher Odilovga o'xshayapti uzoq plandan yugurishi, zarba berish uslubidan. Darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yubordi. Keyin esa zaxiradan o'yinga qo'shilgan futbolchi Alisher Odilovning sa'y harakatlari evaziga yuzaga keldi bu gol. Islombek Ismoilovning yana bir bor topqirligiga qoyil qolish kerak. Aynan zaxiradan o'yinga qo'shilgan futbolchilar o'yinni kuchaytiryapti. Jarima maydonchasi tomon uzatma, xavfli vaziyat, zarba va to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Aniq bormadi zarba darvozagacha. Abrorbek Ismoilov. O'ngroqda variant bor. Aynan mana shu qanotga uzatma amalga oshirildi. Bu yerda Yovovich bor, Vladimir Yovovich ichkariga pas, zarba va to'p darvozaga aniq bormadi. Jamshid Iskandarov. Juda ham qulay imkoniyat edi. Surxon safida hozir Neftchining navbatdagi hujumi, yo'llangan zarba aniq bormadi darvozaga. G'ofurov edi zarba muallifi. Eng yoshi katta futbolchi 1996-yilda tavallud topgan, 29 yoshda. Neftchi safida yoshi kattaroq futbolchilar bor. Masalan, Farruh Sayfiyev 1991-yilda tavallud topgan. Aynan Sayfiyev tomon uzatma, jarima maydonchasi ichiga pas, zarba va hisob o'zgarmoqda. 3-0. Neftchi 3-to'pni ham kirityapti. Bayram qilishyapti farg'onaliklar. Mana takroran vaziyatni kuzatamiz. Jokichmidi gol muallifi? Darvozabonning xatosi. Jokich gol muallifi. Darvozabon to'pni ushlab olishi kerak edi bu vaziyatda. Otabek Boymurodov esa bu ishni uddalay olmadi. Iskandarovdan pas, Sayfiyevdan assist.
Jokichdan gol. Markazga uzatma. Maroshich. Surxon hujum tashkil etyapti. Friday, Richard. Xavfli vaziyat, zarba va ustunga to'p tegib qaytmoqda. Chinedo. Chapda variant bor. O'ng qanotga uzatma amalga oshirildi. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Steven Chinedo. Davom etadi Surxonning hujumi. Zarba ko'ramiz. Zarba kuchli, ammo aniq emas. Xavfli chiqdi. Zaxiradan o'yinga tushirilgan futbolchi Qodirov juda kuchli zarba yo'lladi. Top maydon tashqarisiga chiqarib yuborildi. Hech bo'lmasa o'z muxlislari uchun gol kiritish kerak Surxon. Mana bu zarba yomon chiqmagandi, lekin yaxshi ham chiqmadi. Mashhur memlardan biri bor, u yomg'ir yog'ayotganda jahli chiqib o'tirgan muxlis klubiga soyabon tutib, o'zi yomg'irga peshvoz chiqadi. Surxonda hujum, zarba, top aniq bormadi darvozagacha. Rustambek Famin, Jamshid Iskandarov, Yovovich, xavfli vaziyat, Maroshich zarba yo'lladi. Do'stlar, aynan mana shu pallada Ravshan Abduvohidov Superliga 2-turidan o'rin olgan 13-bahsni yakunlab berdi. Surxon hamda Neftchi jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda farg'onaliklar 3-0 hisobda g'alabaga erishdi.